Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Fors tili Mo'minzoda kanalining 9-ochiq darsi e'tiboringizga havola etiladi. Bugungi mavzuyimiz demak bog'lamalarning qisqa shakli. Malik Abdusamatov kitobining 5-mavzusi asosida bugungi darsimizni olib boramiz. Demak, bog'lamalarning qisqa shakli mavzusi. O'tgan darsda bog'lamalarning to'liq shaklini o'tgandik. Yana bog'lama deb saloha qo'yamiz. Hop. Demak, 3 ta shaxs bo'lardi. Birinchi shaxs men, ikkinchi shaxs sen va uchinchi shaxs u. V degan shakli ham bor. Va bu ko'plikda biz, mo, siz yoki sizlar, shuma, ular esa onha. Hop, demak, man deganimizda man muallim hastam deb aytayotgandik. Endi bu qisqa shaklida biroz farqli bo'ladi. Qanday deganda, muallim so'zlari mana turadi. Barcha shaxslarga yozamiz. Muallim, muallim. Endi man muallimman. Hasga qo'shilayotgan qo'shimcha to'g'ridan to'g'ri muallimga qo'shilib kelyapti. To muallimi. Oldin hasga i qo'shilayotgandi. To muallim hasti bo'lib kelyapti. Endi bu yerda muallimi bo'lib qolyapti, ast tushib qolyapti, qisqaryapti. Lekin uchinchi shaxsda u o'qituvchidir deganimizda u muallim ast. Bunda qisqa shakli yo'q. O'sha to'liq shakli shundayligicha ishlatiladi. U muallim ast. U o'qituvchidir. Ko'plikda yana uchalasiga muallim so'zini yozib chiqamiz. Muallim va muallim. Va astga birinchi shaxs ko'plikda im qo'shilyapti. Muallim hastim bo'lyapti. Endi hast tushib qoladigan bo'lsa, muallimim bo'lyapti. Muallimim. Shuma muallimid. Hastid dagi idni olib qo'yapmiz. Ot kesimning o'ziga to'g'ridan to'g'ri qo'shilyapti. Siz o'qituvchisiz yoki sizlar o'qituvchisizlar deganda shuma muallimid. Onha muallimmand. Ular o'qituvchilar. Mana shu fors tilida bog'lamaning qisqa shakli hisoblanadi. Endi o'tgan darsda hast degan mustaqil fe'lni o'tgan edik. U bor, mavjud degan ma'noni anglatardi. Hastning qisqa shakli bo'lmaydi. Bog'lamaning qisqa shakli bo'lishsiz shaklda mavjud emas. Chunki nist hech qachon tushib qolmaydi. Ya'ni men o'qituvchi emasman degan gapda o'zbek tilida ham emas so'zi tushib qolmaydi. Bu to'lig'icha men o'qituvchi emasman. Nari borsa talaffuzda o'qituvchi emasman deb aytishimiz mumkin xolos. Shuni hisobiga demak bog'lamaning qisqa shakli yo'q, bo'lishsiz shaklda, lekin bo'lishli shaklda mana shu qisqa shakllarda yoziladi. Bularni so'roq shaklda o'sha o'zini so'roq yuklamalari bilan beriladi. O'tgan mavzularda ko'rganimiz. Endi so'roq ohangi bilan bermoqchi bo'lsak, qisqa shaklida ham beraveramiz. Sen o'qituvchimisan deganda tu muallimi desak, o'sha bog'lamaning qisqa shaklidan foydalanib so'roq ohangi yordamida savol berayotgan bo'lamiz. Endi bog'lama mavzusi o'zi bugungi asosiy mavzumiz bog'lamaning qisqa shakli, lekin o'tgan mavzudan qolib ketgan bir birligimiz bor. Demak, biz hast fe'lini o'tgandik, bor, mavjud degani. Hast bor, mavjud. Endi dor ham biron narsaga ega, biron narsali degani. Misol uchun puli bor odamga nisbatan puldor,
amali bor odamga nisbatan amaldor, ro'zasi bor odamga nisbatan ro'zador. Mana shu dor qo'shimchasidan o'zbek tilida ham foydalanib kelamiz. Endi mana shu dor bilan hasning o'rtasidagi umumiylik va xususiylik jihatlarini topishimiz kerak. Ya'ni umumiylik, o'xshashlik, xususiylik o'rtasidagi farq. Demak, hast bor degani va u egaga to'g'ridan to'g'ri qo'shiladi, eganing bor yoki yo'q ekanligini ifodalaydi. Mana man hastam. Man hastam desak, men borman aytgan bo'lamiz. Mening bor yoki yo'q ekanligimni aytyapmiz. Oldingi darsimizda biz man muallim hastamdagi hastam bilan man hastamning farqini tushuntirib o'tgandik. Endi bugungi darsimizda man hastam, men bormanni man doramdan farqini ko'rib chiqamiz. Man mojik doram. Man mojik doram. Mojik bu shu qo'limda turgan marker. Demak, man mojik doram. Mening markerim bor deb aytayotgan bo'lyapmizda, man hastam desak, men borman deb gap o'zim haqimda ketyapti. Bu yerda mening bor yo'qligim haqida gap ketyapti. Endi doramda esa mening biron narsaga ega ekanligim yoki ega emasligim, biron narsam bor ekanligi yoki yo'q ekanligi haqida gap ketyapti. Man mojik doram. To'g'ridan to'g'ri, demak, men markelliman deb aytyapmiz. Mojik doram. Bu yerda mana fors tilida birgalikda kesim bo'ladi. Endi o'zbek tilida sal boshqacharoq bo'ladi. O'zbek tilida qanday bo'ladi deganda, mening markerim bor. Mana gapda so'zlarni teng kelishini hisobga olib, mana o'rni almashib qolmasligi uchun, ketma-ketligi buzilmasligi uchun nima qilyapman? Forschada yozyapman, o'zbekchasini ham. Hop, mening markerim bor deb aytadigan bo'lsak, o'zbek tilida bu aniqlovchi bo'ladi, bu ega bo'ladi, borni o'zi kesim bo'ladi. O'zbek tilida birozgina grammatik nuqtai nazardan farqi bor. Chunki o'zbek tilida mana bunday dor fe'li mavjud emas, fe'l sifatida. Bu tushuncha o'zbek tilida bor hamda kelishik va egalik qo'shimchalarida ifodalanadi. Mana bu biron narsali bo'lish yoki biron narsasiz bo'lish o'zbek tilida kelishik, egalik va shu modal fe'l yordamida ifodalanadi. Lekin bu modal fe'l esa to'g'ridan to'g'ri o'zi egaga bog'lanyapti, eganing bor yo'qligini bildiryapti. Kimga tegishli ekanligini ifodalamaydi bunda. Misol uchun, mening qalpog'im bor deganimda, menga tegishli ekanligi, menda u narsani bor yo'qligi. Mening qalpog'im bor. Man ko'loq doram. Man ko'loq doram, mening qalpog'im bor. Endi qalpoq mavjud, qalpoq bor demoqchi bo'lsak, ko'loq hast. Bu xonada qalpoq bormi? Dar in xone ko'loq hast. Endi qaysi xonada bor yoki yo'qligi, qayerda ekanligi haqida gap ketsa, demak hast bilan aytiladi. Lekin nimalidir bo'lish bo'lsa, o'sha narsaga ega bo'lish haqida gap ketsa, demak dor bilan aytiladi. Oddiy bir do'kon misolida tushuntirib o'taman. Siz asrdan keyin shomga yaqin do'konga kiryapsiz va do'kon qop-qorong'u. U joyda keyin aytasiz, do'konning chirog'i bormi deb so'raysiz.
آیا این مغازه چراغ دارد deb savol berasiz. U joyda do'konning o'ziga tegishli lampochkasi bormi? Ya'ni do'kon lampochkalimi, chiroqlimi degan ma'noda savol bergan bo'lasiz. Lekin agar siz do'konga chiroq sotib olgani kirganingizda chiroq bormi deb so'rasangiz, doratni emas, balki oya dar in mag'oza chiroq hast deb savol berasiz. Ya'ni sizga chiroqning bor yoki yo'q ekanligi kerak bo'ladi, hastni ishlatasiz. Endi sizga magazinning chirog'i bor yo'qligi, magazinni yoritish uchun xizmat qiladigan chiroqning bor yo'qligini so'rash kerak bo'lsa, u paytda dor ko'makchi fe'ldan foydalanasiz. Va man doram bunga o'sha bunga hast fe'liga qo'shiladigan qo'shimchalar emas, shaxs sondan balki ozgina farqi bor. Mana tu kitob dori. Tu kitob dori, misol tu hasti bo'layotganda. Bu qo'shimchasi bir xil bo'lib kelyapti. Sen borsan, bunisida sening kitobing bor. Isi demak qo'shimchasi bog'lamasi bir xil bo'lyapti. Endi uchinchi shaxsda farq qiladi. U kitob dorad. Mana ad qo'shiladi uchinchi shaxsda fe'llarga. Bu bog'lama bo'lgani uchun demak bunda o'zgarishsiz qoladi. U hast. U bor, u mavjud. Hop, endi buni ko'plikda ko'ramiz. Ko'plikda kishilik olmoshlarini yozmaymiz endi. Hop. Ko'plikda farqi bo'lmaydi. Doramniki dorim, doriniki dorid, doradniki dorand. Ko'plikda hasti ham bir xil. Hastim, bormiz, hastid, borsiz, hastand, borlar. Mana shu usulda demak qo'shilib ketaveradi. Ko'plikda farq qilmaydi, lekin birlikda uchinchi shaxs birlik farq qilyapti. Mana shu screenshot qilib olishinglar mumkin.